Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun Baliq tumanining Aralxon qishlog'iga ekilgan, Yevropa davlatidan keltirilgan, Xorvatiya davlatidan keltirilgan makka urug'lar ekilgan maydondamiz. Bu makkamiz Liliya gibrid ekilgan, bug'doy o'rniga ekilgan, bug'doy o'rniga silitsiya yo'nalishidagi makkamiz. To'g'ri, endi boshqa makkalarga nisbatan bu bo'yi baland emas, lekin buni fotalari baquvvat. Oziqa birligi yuqori mana. Qo'l yetmaydi buni. Bo'yi baland makkalar bilan tonnaga solishtirganda solishtirilaveradi. Misol uchun bu ham 70 tonnaga yetib boradi. O'rtacha hisobda, o'rtachasini aytdim. İçlari ham bir xil bo'lib, bo'lgan yerga kelib oldi degan nima bo'lmasin, hamma joyi bir xil. Makkalarimiz yo'qolsa yetilib qoldi. Urushga past tayyor bo'lib qoldi. Dehqonimizga Alloh barakasini bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.